Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2020 yılı 13. ayının 7. günü. Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamı. Bugünkü bu bölümde Jaloliddin Suyuti mundaqdaydı. Allah Teala hilafetki ma'lum bir kişilerini yaratmakçı bolsa, onun kokulusunu 10 kolu bilen silaydı degan mavzuni bayon qildi. Deylemi degan alim Musnad Firdevs namlı kitabida shundaq degan. Bizga Abu Mansur ibn Xayruvan, bizga Ahmad ibn Ali, bizga Bushra ibn Abdullah Rumi, bizga Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far al-Fami buni Gundar nomi bilan atalgan. Abi Shakir Masarra ibn Abdullahga o'qilgan edi dedi. Bizga Hasan ibn Yazid, bu kishiga ibn Mubarak, bu kishiga A'mash İbrahim ibn Ja'far al-Ansari, Anas ibn Malik'ten hadis bayan qilgan dedi. Merfu halatda u yana Rasululloh ulab bayan qilganda bu hadisni. Anas ibn Malik shunday dedi. Haqiqatan Allah bir xilofetga loyiq kishilarni yaratmoqchi bo'lsa, onun kokulusini 10 qo'lda silaydi degan edi dedi. Yani bu Rasulullohning nomidan deyilyapti bu hadis. Bu yerdagi Masarra degan adam matruk adam, tashlandi, hadis qabul qilmaydigan adam. Ebu Hureyre'ninki hadisida Deylemi 3 yo'ldan İbn Abi Za'b'dan Salih'dan chiqargan dedi. Ebu Hureyre'de merfu holatda. Bu hadisni Mustadrak nomli kitobida İbn Abbas'dan chiqargan edi dedi. Demek bu chiqarishmi bu hadis yani mavquf yani to'xtatilgan, qabul qilinmaydigan hadislar qatorida. Jaloliddin Suyuti bu hadisni ekepti. Belki to'g'riliq mazmunlarni yig'ish maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Bu mu hem de aynı vaqtidagi şu xaliflarga qarta yaxshiroq bo'lish haqida chiqarilgan hadislar bo'lishi mumkin. Vallohu a'lamlikina. Lekin chunki bu hadislarning hammasi shu zaif, uydurma, tashlandiq hadislar ekan. İkinci bölümde hem de xaliflar hem de öz davrida o'ziniki navbat bilan kiyib tabarruk uchun saqlab kelgan payg'ambarimizningki to'ni haqidagi mazmunlarni Jaloliddin Suyuti bayon qilib o'tmoqchi. As-Silafi degan olim Tuyuriyat nomli kitobida Asma'i Abi Amr ibn Uladin hadis bayon qilgan. Ka'b ibn Zuhair degan sahoba, bu Ka'b ibn Zuhair degan ayni vaqtdagi payg'ambarimiz zamonasiga danglik shoirlarniki biri. Bu kishi payg'ambarimizga o'zining mashhur qasidasi Bana Suat degan she'rini deklamasiya qilib bergan. Bu Bana Suat degan Rasulullohni maqtab yozgan she'r. Buni shu adabiyot kitoblaridan qarab baqsangiz bo'ldi. Shu she'rni o'qib berganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining uchistiki tonni Ka'b ibn Zuhayrga bergan ekan. Muaviyaning zamonasi bo'lgan vaqtida Ka'bga xat yozibdi. Qashingdagi payg'ambarimizning tonini 10 ming dirhamga sotib bergan desa, Ka'b ibn Zuhayr sotib bergan unmabdi. Ka'b o'lib ketgan vaqtida Muaviya Ka'bning bolalariga 20 ming dirhamni avatib, ulardan bu tonni sotib olibdi. Demak, xalifalarning hozir kiyayotgan toni bugunga qadar mush ton shu edi debdi. Buningdan boshqa nurg'un xaloyiqlar degan dedi. Balkim ma'va hadis bo'lmagandan keyin to'g'ri bo'lishi mumkin hamda. Bundaq avvallar çoxum adamlar diqqətini tatıdı. Rasulullohniki ish izlariga qiziqadigan, Rasulullohni yaxshi ko'rgan odamlar çoxum Rasulullohniki o'zining kiyimlarini tabarruk sifatida saqlash bu aqlga nihoyat muvofiq. İmam Zahabi mundaq degan Tarixul Islom nomli kitobida ammo bugun Abbasiylar jamoatidagi xalifalarning qashdagi to'n bo'lsa Yunus ibn Bekir shundoq degan. İbn Ishaqdan payg'ambarimiz Tabuk g'azotida Eyla ahliga bir to'n bergan. O'zinki ularga yezib bergan bir omonlik xati bilan. Eyla ahli degan hozir shu Iordaniya tarafda. Bu Eyla ahlining qishidagi bu to'nni Abul Abbas Saffah degan Abbasiylarning birinchi xalifasi 300 dinarga setilib saqlagan dedi. Yani mush ton
hozirgi Abbasiylar xalifasining qishidagi ton, aş ton şu idi dedi. Bu 300 dinar degan hamda 1 dinar 1 misqal, 300 misqalga setib oldi degan bo'ldi. 300 misqal oltinga. Endi Jaloliddin Suyuti buni ilov qilib deydi-ki, ammo Muaviya setib olgan ton Muaviyaning davlati vayron bo'lganda yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. İmam Ahmed Zuhd nomli kitobida Urvat ibn Zubayrdan rivoyat qilib, haqiqatan payg'ambar alayhissalatu vassalamninki bir ömekler kelgan vaqtida kiyib chiqadigan Yamanning Hazramatda tikilgan bir kiyimi bor edi. Bu tonning uzunligi 4 gaz, kengligi 2 gaz, 1 g'irich edi. Bu gaz degan bir o'lcham birligi. Buningga bu isim qolmabdi. Buniki hozirgi santimetr qancha keldi? Buni murojaat qilib baxshani bo'ldi. Bu ton xalifalarning qishida edi. Shuningdek bu nayati chirib ketgan vaqtida bu ton uni bir kiyimga qoplab bular xalifalar kiyimga qoplab Qurban Hit va Ro'zayt kunlari kiyib chiqatdi dedi. Lekin bu isnodda Ibn Luhay'a degan kishi bor ekan. Bu kishiniki nimasi ahvoli bizga aniq emas. Bu tun bo'lsa xalifalarning hozirgi Abbasiylar xalifasi demakda, bular shu avlod miros qilib kiyib kelgan dedi. Hatto ba'zi cho'ng keng ko'lamli o'tirishlarda buni tabarruk ustidan o'zining mo'rlariga otishib o'ltiratdi dedi. Muqtadir Billah o'ltirilgan vaqtida bu ton shuning uchisi bo'lib, bu qon ulab ketgan. Demak, bu ton Mo'g'ullarning Bag'dodga besib kirishi bilan yo'qolib ketdi dedi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Mana bu İmam Ahmedniki degan so'zlari. Bu İmam Ahmedniki bu so'zni to'liqlam qilib shu İmam Ahmed Abbasiylarning dastlabki bosqichlari yashaganda Jaloliddin Suyuti boshqa manbalardan elish orqali bu so'zga to'liqlab beryapti. Ya'ni bu İmam Ahmed bu tonniki sifatlarini bayon qilib berdi. Bu tonning keyingi davrlarda shu Mo'g'ullarniki Bag'dodga besib kirishi orqali yo'qolib ketganligini boshqa manbalardan to'liqlab İmam Ahmedning so'zi bilan buni birlashtirib bayon qilyapti. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.